Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Efirda Xorazm hafta ichida informatsion dasturi. Yurtimizning barcha hududlari qatori viloyatimizda ham yirik korxonalar aholining ishli va daromadli bo'lishiga xizmat qilayotgan loyihalar ko'paymoqda. Ulardan biri Urganch tumanidagi sutni to'liq avtomatlashtirilgan holda qayta ishlash korxonasi. Kuni kecha korxonaning yangi zamonaviy binosi foydalanishga topshirildi. Muxbirimiz reportaji shu haqda. Tantanali tadbirda faollar, jamoatchilik vakillari hamda xorijlik hamkorlar ishtirok etdilar. So'zga chiqqanlar so'nggi yillarda yurtimizda tadbirkorlikka bo'lgan katta e'tibor tufayli mana shunday yirik loyihalar tashkil etilayotgani, mamlakatimizning investitsion jozibadorligi oshib borayotganini alohida ta'kidlashdi. Biz Xorazm xalqi nuroniylari bu 100 tonna sutni qayta ishlaydigan zavodni bir odam, bir tadbirkor quradi deganni yedduqlab yodimizga tushmagan bu. Demak, shunday vaqt kelar ekan. Mana yangi O'zbekiston, mana Renessans prezidentimizning mana shu tadbirkorlarga keng yo'l ochganining mana shu tumandagi chekka-chekkalardagi qishloqlardagi ijrosi bu. Tadbirkorning shu masalaga jur'at qilib, chet el investitsiyasini kiritib, shu ishni qilgani bu elni baxti. Sutni olib kelisha o'zlarining mashina transporti bor. Chekka-chekkalardagi aholimizning manfaatlari uchun shularning shu sutni 4 ta 5 ta sig'ir bor odam dishadi buni. Demak, shuni borib olib kelib o'tirib taqir. Demak, shu yerda mana xalq bilan tadbirkor biriksa, mana prezidentimiz qo'llab-quvvatlasa, shu mana investitsiyalar kirsa, bularning hammasi O'zbekistonni yana boyitadi, xalqini yana boyitadi, yana rivojlantiradi. Bularning safi ko'payadi. Ramziy tasma kesilib, mehmonlar korxona faoliyati, ishlab chiqarish jarayoni, mahsulotlar turi bilan yaqindan tanishtirildi. Qiymati 10 million dollarlik loyiha doirasida mazkur korxonaga Bolgariya va Xitoydan zamonaviy asbob-uskunalar olib kelib o'rnatildi va kuniga 100 tonna sutni qayta ishlash imkoniyati yaratildi va undan 70 xildan ziyod mahsulotlar olinmoqda. So we have been supporting this company in financing the construction. Biz ushbu kompaniyaning mazkur zavodi qurilishini moliyalashtirishda, uning jihozlarini tanlashda qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Yurtingizdagi tijorat banklarining biri bilan birgalikda kompaniyaga kreditlar taqdim etdik. Biz kompaniyaga eng yaxshi tanlovlar qilishlar uchun texnik maslahat olishda yordam berdik. Davlatingiz rahbari tomonidan xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan islohotlarni yuksak baholaymiz. Menimcha, xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlash juda muhim va biz mamlakatda katta taraqqiyotni ko'rmoqdamiz va ularning ba'zilari bilan hamkorlik qilishdan xursandmiz. Mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash ham juda yaxshi. Buning yorqin namunasi sifatida mazkur zavodning modernizatsiya qilingani, kengaytirilgani, ko'plab odamlar ish bilan ta'minlangani, sut sanoati va ko'plab fermerlarni qo'llab-quvvatlab, aholiga a'lo darajada mahsulot yetkazib berayotganini aytish mumkin. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki haqiqatan ham bu mamlakatda juda katta rejalarga ega. Biz mamlakatni har yili 800 million yevrodan 1 milliard yevrogacha yangi moliyalashtirish bilan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ham yirik kompaniyalar, ham kichik va o'rta korxonalar, infratuzilma, energetika uchun va biz bundan ham ko'proq narsani kutmoqdamiz. Biz O'zbekistonni katta salohiyatga ega imkoniyatlar mamlakati sifatida bilamiz. For infrastructure, for energy, and we very much look forward to do more. We see Uzbekistan as being a land of opportunity with great potential. Sutni qayta ishlashga ixtisoslashgan mazkur tadbirkorlik subyekti tashkil etilganiga 25 yil bo'ldi. Ammo uning keyingi yillardagi faoliyati e'tiborga molik, chunki joriy yilda to'liq rebranding qilingan mazkur korxonada yiliga 100 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish quvvati ko'zda tutilgan. Korxonada turli xil pishloqlar, brinza, kefir, qaymoq, ayron va muzqaymoq kabi mahsulotlar tayyorlanadi. Xom ashyo asosan mahalliy chorvachilik fermalari hamda aholi tomonidan yetkazib beriladi. Korxonamiz 30 tonna sutni qayta ishlar edi. Hozirgi yangi korxonamizda esa 100 tonna kuniga sutni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Va qo'shimcha yana 50 ta ishchi o'rni yaratildi. Ishchilar sonimiz 160 tadan o'tdi. Bu ishchilar sonining 80% dan ortiq yoshlarni tashkil qiladi. Oldin korxonamiz tomonidan 35 turdan ortiq sut mahsulotlar ishlanadigan bo'lsa, hozirgi kunga kelib korxonamiz tomonidan kuniga 70 turdan ortiq sut mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda va O'zbekiston bozorlariga to'liq yetkazib berilmoqda. Qo'shimcha O'zbekiston bozorida yo'q mahsulotlar, ya'ni 4 xil turdagi pishloqlarimiz ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Oldin to'g'risi mahsulotlarimiz bilan O'zbekiston bozoridan to'ldira olmas edik, ya'ni yetishmovchiligi bo'lardi. Yangi korxonamizda esa eksportport mahsulotlar yo'lga qo'yildi. Qozog'iston Respublikasi bilan shartnoma qilish arafasida turibmiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda tadbirkorchilikka juda ham katta imkoniyat yaratilgan. Bunga
prezidentimiz, ya'ni Shavkat Miromonovning biz tadbirkorlarga berayotgan, qaratayotgan imkoniyatlaridan dalolatdir. Ya'ni bunday imkoniyatlar bo'lmasa, bunaqa tadbirkorlikni qilishning iloji bo'lmas edi. Chindan ham bu kabi sanoat obyektlari xususiy sektorning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda muhim ahamiyat kasb etishini yaqqol namoyon etadi. Bugun Xorazm viloyatida chorvachilik va sutdan tayyor mahsulot yaratib, qo'shilgan qiymat zanjirini yo'lga qo'ygan ishbilarmonlar kam emas. Shu bois ham sohada joriy yilning o'zida 90 dan ortiq loyiha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Mazkur korxonada ichki bozor uchun import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari yiliga 2,5 million dollarlik mahsulotlarni xorijga eksport qilish imkoniyatlari ham yaratildi. Korxonada jahon standartlari asosida mahsulot tayyorlash maqsadida xorijlik mutaxassislar ham faoliyat olib bormoqda. Wir haben die Teletomor Zusammenarbeit etwa Biz ushbu korxona bilan 2016-yildan beri ishlayapmiz. Dastlab bu ekspert xizmati loyihasi edi va o'shandan beri biz Yevropa bo'ylab birga sayohat qildik, o'quv safari sifatida eng yangi tizimlarni va ular qanday ishlashini ko'rib chiqdik. Hamda keyin birgalikda konsepsiya loyiha ishlab chiqdik. Keyin biz bilan chet elda boshqa kompaniyalar bilan ham bunga qanday erishish mumkinligi haqida muzokaralar olib bordik. Chunki loyiha shunday tarzda ishlab chiqilishi kerak ediki, u kelajakka ega bo'lishi va rivojlanishga ham qodir va eng so'nggi topilmalar asosida ishlab chiqarishga kirishishi kerak edi va tashabbuskor tadbirkor aql bovar qilmaydigan sarmoyani tikdi. Bu binoning qurilishi tugaganini ko'rganimizdan hayron bo'ldim. Bu yerda ishlab chiqariladigan mahsulotlardan ko'p eksport qilish mumkin. Yevropaga chiqishni vaqt ko'rsatadi, lekin men bilamanki, O'rta Osiyo bo'ylab turli mamlakatlarga eksport amalga oshiriladi. China hat einige Probleme in Frage Käse nicht so sehr, aber es gibt trotzdem welche. Sutni qayta ishlash korxonasining maqsad va rejalari ko'p. Yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib aholi bandligini ta'minlash, ichki bozorni mahsulot bilan to'yintirish va eksport imkoniyatini kengaytirish ko'zda tutilgan.